arzon bo'lsin, sifatli bo'lsin, sharoitlari zo'r bo'lsin, ota-onamiz jo'natganimda uyaltirib qo'ymaydigan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Abdug'offor akani oldiga yetib kelganmiz, ma'lumotlarni olamiz. Shunaqa videolar uchun bizga boshdanoq bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanlar, shunaqa videolar sizlarga har kuni Xudo xolasa yangi-yangilari chiqib turadi. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli podpисчиlar. Xudo xolasa obunachilar uchun arzon, sharoitlari zo'r deb qo'ydim. Bitta siz to'liq qilib tushuntirib berasiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Birinchi sharoitidan boshlaymiz, keyin narxlarini va chislolarini aytib beramiz. Xo'p, Madina Munavvarada gastitsamiz nomi Divan Al Hijra. Uzoqligi 200 metr gastitsamiz. Xo'p, Makka Mukarramada Sama Al Misk gastitsamiz nomi 800 metr uzoqligi. Xo'p, ovqatlari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, keyin hammani qiziqtiradigan savol 50 bosh xizmati. 50 boshimiz iloji boricha inshaalloh aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Yordam berishadi. Hamma savollariga javob berishadi inshaalloh. Undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, bejik beriladi, so'mka beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha inshaalloh. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Yana bitta bonus, mana 5 litr zamzam suvi Xudo xolasa olib kelib maza qilib sizlarning bo'ladi. Xudo xolasa zo'r. Endi chislovlari va narxlariga keladigan bo'lsak, reyslarimiz Toshkentdan bor. Toshkent-Jidda Primoy reysimiz bu oyga 30-kunga qoldi. 30-iyunga. Buni narxini $995 qilib beramiz. 30-iyun kuni. Va keyingi oy iyulda chislovlarni aytib o'tamiz. 2-kuni bor, 6-kuni, 9-kuni, 13-kuni, 16-kuni, 20, 23, 27 va 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Toshkent-Jidda Primoy reysimiz. Buni narxini $995 qilib beramiz. 995. Xo'p, Vodiydan boraman deydiganlar uchun Vodiyda ham iyun oyiga 1 kunga qoldi, 30-kuni. Bundan tashqari qolgani endi iyulga o'tib ketamiz. Buni 30-iyun kunga narxini $1025 qilib beramiz. Zo'r. Iyul oyiga Farg'onaniki 3-kuni bor, 7-kuni, 10-kuni, 14-kuni, 17-kuni, 21, 24, 28, 31 iyul kunlari reyslarimiz bor, xudo xolasa. Bularda ham narxini $1025 qilib beramiz. $1025. Shu joyda bitta savol bor. Agar o'zlarida vizasi bo'ladigan bo'lsa, narxidan $100 tushadimi sizlarda ham? Shunaqa beramiz. Viza narxini o'tib beramiz. $100 kam to'lashadi. Bo'ladigan bo'lsa, vizasi bo'lsa bo'ldi. Muddati bor bo'lsa bo'ldi. Muddati bo'lsa bo'ldi. $100 o'tib beramiz, xudo xolasa. Endi to'lovlar masalasiga keladigan bo'lsak, to'lovlar ofisga kelib, rasmiy ofisimizga kelib to'lov qilamiz deysa, respublikamizda 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi demoqchi bo'lganlar uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol onlayn aloqaga chiqsa, pasportlarni tashlab bersa, joylarni bron qilib qo'yamiz, aeroportga borib bemalol uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Hujjatlarni hammasini rasmiylashtirib qo'yiladi, hammasi tayyor bo'ladi, uchib ketsa bo'ldi, xudo xolasa. Bu videoni ko'rganlaringdan keyin qanaqa savol yana sizlarni qoniqtirmadi bu video? Birorta savollarning chiqib qoldi. Bemalol shu nomerlarga telefon qilsalaring, savollaringga javob beramiz qo'limizdan kelgancha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana behijolat telefon qilaverasizlar, erinmasdan, chiroyli qilib, mana Abdug'offor akaning o'zi nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Aka videoda ko'rdik, yana bitta savol bor, ikkita savollar bor. Bersa bo'ladimi sizlarning? Albatta yo'q deyishmaydi, xudo xolasa. Telefon qilsalaring, chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishadi. Pastda nomerlarni qoldiryapmiz. Telefon qilaverasizlar, musofirda yurgan akalar bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp hamma narsalar bor. Xudo xolasa sizlarga chiroyli ma'lumotlarni yetkazib, xudo xolasa atrofdan ko'ra arzonroqqa, chiroyli narxda xudo xolasa qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, hozir biz Hikmat Travel'da ofisida olyapmiz. Litsenziyaga ega firmadan bo'lyapti. Aka, sizga kattakon rahmat. Xudo xolasa obunachilarimiz telefon qilishadi. Bemalol qilaveringlar. Iloji boricha arzon va sifatli umra qilishlaringga
yordam beramiz inshaalloh. Videoda oxirida aytib ketamiz. Ko'pchilik orzumuz sharoiti yomon bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqa emas. Xudo xolasa sharoitlari bexijolat. O'shaning uchun mana aka biz gostinitsalarning nomlari bilan aytyapmiz. Google ga yozinglar chiqarib beradi. Ko'rsa bo'ladi bemalol. Bemalol ko'rib olsa bo'ladi. Xudo xolasa mana videoda oxirigacha ko'rib turganlarga zo'r ma'lumot bo'ldi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.